Ishxonamizda Tiggo 7 Pro buni korobkasi shu ayanchli holatga kelib qo'ygan mana. Bestun B70 qo'yib qo'yganmiz. Buni korobkasi yorilib ketgan. Mana shu yerdan boshlab shunaqasiga yorilib shekacha kelgan mana. Korpus o'rtasigacha yupqa, shuna hisobiga qattiq talchoqda yorilib ketadi. Debriyajda muammosi bor. K5. Bu K5imizda paketlar ponni kuygan. Titilib ketgan mana paketlar. Buni endi hozir zapchasi keldi, endi yig'ishni endi boshlaymiz. Captiva 3li bu korobkasiga antifriz o'tib ketgan. Captiva mana o'zi zanglab endi boshlagan o'tishdi. Ponni titilib ketgan paketlar. Malibu 2.4 atmosferning Malibu korobkasini asoslari ketgan. Deformatsiya bo'lib ketgan, issiq-sovuq, qiyshayib. Yana bitta Cherry Arizona 6 Pro'miz bor. Buni endi boshladik. Yetishdi. Gentra qo'yganmiz, bu daqillab uryapti. Yana bitta Monzamiz bor. Buni shu mashitda korobkada sovutadigan radiatori bor. O'sha tiqilib qolgan. Uni almashtiryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz.